Oyunchiqni tuzib bo'g'li ozliq qilib edi. Hey, nimishqa yordamlaydi? Dengizdan qattiq g'azbikaga o'xshaydi. Yolg'on aytishga bo'lmaydi. Buni jazman obdan tekshirish kerak. Xatolashibmi? Buningdagi sabab dengiz ostidagi yer ko'pishib berib, quruqlikning ostiga o'tadi. Natijada quruqlik siqilishga bardoshlik bermay qattiq silkindi. Buningdan tabrash hosil bo'ladi. Dengizdan qaraganda dengiz osti harakatlanib turdi ekanda. Dengiz ostida emas, quruqlikning harakatlanib turadi. Rasmi? Nima? Ishqinglar quruqlikning harakatlanib turganligini texi bilmaydigan o'xshamamsizlar. Men bilma. Endi qani deb beqonchi? Buningda 70 necha yil ilgari Wegener ismli bir odam quruqlik yetkildi degan mashhur ta'limotni tunji qitim o'tirib qo'ygan. Mening gapim to'g'rimi? To'g'ri. Quruqlik Rossiya yetkilib turandi. Bu gap odamning zoti shengiz kelmaydi. Bayislar chapma o'yinchi o'ynayotganlar Wegenerning ta'limoti dalmish davrini tushundirdi. U hali chapma o'yinchi o'xshamda. Qani biz dunyo xaritasini ko'rib boqaylik. Haras bu xarita bo'lmaydi. Chunki bu yaponiyaliklar ishlatadigan xarita. Mana bu Amerika, Yevropa qit'asidagilar ishlatadigan xarita. Buningda Atlantik okean markaz qilingan. Uningda nimani bayqadinglar? Ishimini. Yaqinlash, jidlash. Endi bilgansizlar? Bu chapma o'yinchiga o'xshashlik yangi. Wegener bu ishga quruqlik qadimgi zamonda bir-birisiga tutash bo'lib, keyin ayrilib ketgan bo'lsa kerak deb qaraydi. Qoltis odamga. Bu yiliqi olim Alfred Wegener. U 1880-yili Germaniyaning Berlin shahrida tug'ilgan. Uning dadasi Berlin diniy jamiyatida pop edi. Quruqlik yetkazmoqda. Bularmidi beshimda qiyib ketdi. Wegener Hamburg tashiysining havarayi kasbiga o'qishga kirgandan keyin doim shar bilan osmonga chiqib, bulut qatlamidagi fizikal hodislarni va yuqori bo'shliqning havarayini tadqiq qiladi. Voy, bularmidi. Voy, tushib ketay. Men tusholay. 1906-yil 4-oyda Otto Wegenerlar shar bilan havo bo'shlig'ida 52 soat turib, dunyo bo'yicha rekord yaratdi. U yana 1906-yili Daniya tashkillagan Grenlandiyani qidirib tekshirish atratiga qatnashdi. Bu atrat Grenlandiya orolining xaritasini chizishni maqsad qilgan edi. Shunga ular havarayi, astronomiya, o'simlik, zoologiya, geologiya va ko'chma ilmi qatorliq jihatlarda tekshirish ilib bordi. Xaritaga ilish vazifasini John Wyckoff ustiga olgan edi. Atratda yana olimlar va rassomlar bor edi. Tabiat sirini etish uchun o'ta qizg'inlik bilan muzliq makoniga kelgan bu kishilarga odamning haqiqatan oprin o'qig'isi keladi. Tabiatning son-sanoqsiz siri texi echilmadi. Notonish hodisalar qadamni bir uchrab turdi. Men tabiatning sirlarini tepish va uni echish uchun sagaklik bilan doim tayyor turaman. Şöhrog'am kuchib ketdi, chatoq bo'ldi. Qo'rqinchoqlar ancha-muncha kitob o'qib qo'yib, bema'ni nazariyalarni e'lon qilish bilan Alloh qanoatlanadi. Wegener efendi, chaqanroq uyga qaytib olayli. Yo'q, gapni qilma. Biz taxi yangilik keldik. Oz deganda yana 2 yil ishlaymiz. İşkisi? Men işlemeyim. Yani 2 yıl dursam resmen to'nglab qolaman. Ko'zni yumib ochqicha oradan 2 yil o'tib ketdi. Wegener mol tadqiqot natijalarini ilib qaytib keldi. Mana bu Kopenhagen porti. Bu yerda Wegenerni Germaniyalik dengiz okean havarayi olimi professor Kepun kutib oldi. Wegener, bu mening qizim Elsa bo'ladi. Ha? Keyin Elsa bilan Wegener to'y qiladi. Sevimlik Elsa. Anlasam Gerlandiyadagi tadqiqotim yaxshi bahoga erishibdi. Shunga meni Dashoning professorligi ko'rsatdi. Siz men bilan to'y qilishni xohlamsiz?
qaraganda bu tasodif uchirish emaskanda. O bir nimani boyqidi bo'lg'ay. Söyümlük Elsa. Ha? Men texi uni tadqiqot maqolasi yozayotgan o'xshaydi debdimi? Elsa, erinmesden dünya haritasi qarsangiz shuni ko'rsiz. Janubiy Amerika qit'asining sharqiy dengiz qirg'ig'i bilan Afrika qit'asining g'arbiy dengiz qirg'ig'i bir-birisiga ajoyib jipsilishib ketgan. Burun ular tutash edi. Men sizga xaritaga o'ptariq qarab beqing. Mening deganlarim to'g'rimi? Hozirdan boshlab tadqiqotimni, mush qiyosini isbotlashga qaratiman. Butun zehnim bilan ishlayman. Bunda qilishga men qarshi. Nimishqa? Veganer Janubiy Amerika qit'asi bilan Afrika qit'asi qadimgi zamon tutash edi desa, nimishqa bo'lmaydi? Bu o'z kasbini tashlaganlik. O'z kasbini tashlaganlik? Shundaq. Wegener bütün zehni bilan havaray ilmini tadqiq qilish kerak. Bu yerda tadqiq qiladigan yana bir muncha masalalar bor. Mana bu uning qilishiga tegishli kasb. Agar shunda qilmaydi ekan, professor bo'laman deb ham xiyol qilmasin. Bu nima deganingiz? Uning qiyosi qiziqarliqda qilgan bilan u quruq xiyolga berilganlik. Dada. Nima deydigansiz endi? Mening gapimni anglab baqsangiz-chi. Ammo Wegener quruq xiyol deb qaralgan tadqiqotni raddlab e'lon qildi. Bu yer geologiya ilmiy jamiyatining muzokara maydoni. Men kirib Wegenerni ko'rib chiqay. Bu to'limi bir meni nazariya. Siz yer sharining paydo bo'lishini chatma o'yinchiq orqali tushuntirmoqchimi? O çatma oyunchiq o'xshab ketadi. Lekin Bo'ldilar. Niyat ishlar esilog'icha, yaxshisi o'z kasbingiz bilan shug'ullaning. Janubiy Amerika qit'asining sharqiy dengiz qirg'ig'i bilan Afrika qit'asining g'arbiy dengiz qirg'ig'i nayt jibislashib kelgan bilan Amerika qit'asining o'rta qismi bilan Yevropa qit'asining oralig'ida necha ming kilometr oraliq bor. Ha, Wegener. Siz o'zingizga foydali qismini o'ttirib qo'yib, foydasiz qismidan o'zingizni qochirdingiz. To'g'ri. Shunda, to'g'ri. Siz yo'qlan ishlarni qilmay o'zingizning havoray ilmingizni tadqiq qiling. Siz to'liq atqashlik qilmay havoray ilmingizni tadqiq qilavering. Bu ishingizga men qarshi, Wegener. Siz bütün zehningizni havoray ilmi qarting. Yana nurg'un masalalar sizning tadqiq qilishingizni kutib turadi. Agar ko'pchilikning nasihatini anglamasangiz, hargiz professor bo'lamaysiz. anlasam, tadqiqot natijalarim yaxshi bahoga erishibdi. Shunga meni dashuni professorligiga ko'rsatdi. Agar shunday bo'lsa, siz men bilan to'y qilishni xohlamsiz? Men qat'iy qarshi. Men buningga qat'iy qarshi. Wegener, meningcha to'xtatib qo'ysangiz bo'ladigan o'xshaydi. Yo'q, ular chatma o'yinchiq o'xshatdim deb masxara qilib qilaversin. Men bu sirni cho'qim ochaman. Tadqiqot usuliga kelsam, bu faqat birla. Ya'ni haqiqatni izlash. Men bu mening irodam. Haqiqatni izlash? Sizlarga aytsam, Wegener ana shu irodasi bo'yicha quruqliq yutganlikda nomli bir ilmiy maqola yozdi. Hozir Janubiy qutbda bir muzliqni ko'ygili bo'ladi. Buningdan 300 million yil ilgari bu muzliqning izlari ekvatorgacha so'zilib kelgan.